Ulkan va bahaybat dinozavr, Triceratops, g'or dinozavrlari va hammamiz biladigan tirannozavrdan tashqari, yana yuzlab dinozavrlar turlarini ko'rib, ularni tutishga harakat qilib, ular uchun dinozavrlar bog'i qilmoqchiman bu videoda. Olamga tushganimdan so'ng daraxtlarni yig'ishni boshladim va qishloq qidirishni boshlayotganimda birinchi muammoga duch keldim. Wow! Tushunarli. Onamizga bir daqiqa ham bo'lmaganidan, mana men birinchi dinozavr uchratyapman. Mayli, nimani ham o'zi kutgandim. Bu olamizdan axir bu yerda yuzlab har xil dinozavrlar yuribdi. Xo'sh, mayli, undan esa hozir tezgina qochib ketib, qanaqadir boshlashni qilib olishim kerak. Hozir albatta unga yaqinga ham bora olmayman. Undan so'ng qishloqni qidirayotganimda kemani ko'rib qoldim. Kichkinagina kema qilib olib, sandiqdan xazinalar xaritasini topib oldim. Xaritasini topib, undan kerak bo'ladigan narsalarni olib oldim. Undan so'ng qishloqni topib, men uchun eng zo'r bo'lgan ovqat manbaini yig'ishni boshladim. Buzilgan nether portali, balkim bu yerda menga keladigan bo'lsam, qanaqadir bo'lsa ham branya bor ekan. Oltin sabzlar bilan olamiz hammasini. Branya qanaqadir bo'lgani ham yaxshi, chunki men hozir g'orga tushib ketyapman har xil rudalarni topish uchun. G'orda ko'zim tushgan har bitta rudani yig'ishni boshladim. Ayniqsa temir va olmosni tepaga chiqib, men uchun rugzakga kerak bo'ladigan ingrediyentlarni yig'ishni boshladim va rugzak qilib olib, birinchi branyani ham qilishni boshladim temirli. Keyingi qiladigan ishimizda tirannozavrni tutib olib yemoqchi bo'lgandan so'ng, men tezgina nether biomiga portal qilib olib, bu yerda nether strukturasiga darrov tushganimdan xursand bo'ldim va keraklicha blazelarni o'ldirib, ajdarxona biomini qidirishni boshladim. Yo'lda esa yana buzilgan kemani ko'rib qolib, har xil qiziq narsalarni terib yuvoldim. Suv ostida cho'milishim mumkin ekan, men bu shlem bilan mayli, olib qo'yamiz. Ajdarning qurilishini topib, portalni yoqib, Enderman ajdarni toshlari va ajdarxoni o'zini ham o'ldirishni boshladim. Xo'sh, ajdar o'ldi va endi opetni olib, end dunyosiga jo'nasa ham bo'ladi. Qarorlarni topdim. Endi qaytsak ham bo'ladi Tepamirga. Xo'sh, mana men tayyorlikdaman. Mana bu branya bilan va boshqa narsalar bilan endi esa dinozavrlar bog'i va ularni tutsa ham boshlasa bo'ladi. Va to'g'risini aytsam, mana bu joy zo'r to'g'ri keladi buning uchun. Men ko'p qidirmadim. Bu qanaqadir belgi bo'lishi mumkin. Va rostdan ham tepadan qaraganimda bu joy zo'r tushgan edi. Biroz o'zgartirishlarni aytmaganda. Asosiy o'zgartirishlar mana bu tepalikni ozgincha olib tashlab, mana bu teshiklarni, ya'ni g'or uchun kiradigan joylarni olib tashlash. Va bo'ldi. Bunaqa butunlab tekislab o'tirishni o'ylamayman. Ozgincha tabiiylik qolsa yomon bo'lmaydi degan umiddaman. Hozircha qurilishimiz bitta blokdan, ya'ni tosh blokidan bo'ladi. Yaxshiyamki shulk va kasanali kirka topib oldim enddan. Va undan so'ng albatta boshqa har xil bo'lgan bloklarni ham qo'shib, ulardan ham dinozavrlar bog'ini kelajak bezatishga harakat qilaman. Undan so'ng men tezgina tepaga chiqib yerni tayyorlab olib, bloklarni qo'yib chiqishni boshladim tosh bilan. Qanaqangi o'lchamlarda bo'lishi va konturini belgilab chiqish uchun. Xo'sh, taxminan o'lchamlarni qilib chiqdim. Mana bunaqa kattalikda bo'lishi kerak. Endi esa bu yerni zonalarga bo'lib chiqishimiz kerak. Aytgancha, mana bu yerda ikkita Triceratorsni sekingina o'zimni tez qurilish qobiliyatlari bilan yopib qo'yishga ham ulgurdim. Demak, o'sha hayvonot bog'imizda birinchi dinozavrlar bor. Sekin bu yerni to'g'rilab turaman demoqchi edim. Mayli. O'zimga o'rgatmaganman, o'shaning uchun jahl chiqyapti. Undan so'ng dinozavrlar bog'ining ichki tarafini belgilab chiqish uchun har xil zonalarga ichkarini tozalashni boshladim. Nimagadir juda ham kuchli, oddiy, mana bu tepalikda emas, aksincha pastlikda turadigan, yer ichida turadigan bitta qumli joycha qurib qo'ymoqchiman. Suvlar va hokazo qo'yib qo'yib pastga. Buning uchun hozir yerga qanaqadir kovlashim kerak. Ana shunda esa dinamit menimcha eng zo'r narsa bo'lsa kerak. Mana shu hammasini hozir ishlatib tashlaymiz va sekin yer ichiga qurishni boshlaymiz. Dinamit orqali menga kerak bo'ladigan joyni tezgina kavlab oldim. Mana bu xunut qo'yilgan toshlarni birinchi marta qo'yayotganimdan ularni yana bir marta ko'rib chiqib, boshqa talab qo'yib chiqishni boshladim, chiroyliroq zonalarga bo'lib chiqish uchun. Yetarlicha darajaga menimcha buzib oldim, portlatib. Mana endi esa bu yerni chiroyli tekislab qo'yib chiqishimiz kerak, har bitta kerakli bloklarni. Aytganimdek, men qum qo'ymoqchiman. O'sha uchun o'tib borib tezgina qum yig'ishni ham boshladim va bloklarni qo'yib chiqishni boshladim chiroyli bo'lishi uchun.
Xo'sh, yana vaqt ketmasligida mana bunaqa chiroyli darvozacha ham qurib oldim. Bilmadim, sal-pal chiroy bilan ozgincha o'ynadim. Chiroyli chiqdimi yo'qmi bilmadim, lekin mana bu qora daraxtni topish uchun lekin ko'p vaqtim ketdi. Mayli, bu yer tayyor. Shuning uchun chiroyli chiqdi degan bittaman. Undan so'ng ichkarini chiroyliroq, devorlarini kattaroq, ko'proq bloklab qo'yishni ham boshladim. Kerak emas zonalarni olib tashlab. Va o'sha vaqt yana dekor bilan shug'ullanishni ham boshladim. Chiroyligini fontancha qurib qo'yib, ichkarida dinozavrlar bog'imizda. Xo'sh, suvni qo'yamiz va bo'ldi. Chiroyli chiqdi degan bittaman. Bilmadim. Menga yoqdi. Undan so'ng men Nether biomiga bordim. Mana bu suyaklarni yig'ib olish uchun bu esa nimaga? T-Rex degan dinozavrimizni o'tiradigan zonasini dekorlash uchun. Ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ko'p menimcha kinolarda yoki shunga o'xshagan multfilmlarda mana shunaqa suyaklarni qo'yishadi. T-Rexni joyiga men ham ko'p qo'yishga qaror qildim. Chiroyli turadi degan bittaman. Oxirida ko'ramiz bizani natijamiz. Tabiiyligi uchun mana ozgincha o'zgartiramiz. Mana bu yerdan ozgincha olib tashlaymiz, bu yerdan olib tashlaymiz. Chiroyliroq turadi deb o'ylayman menimcha. Xo'sh, keltirmabdi yana. Yerni tezgina olamiz va bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana do'stlar, tepalikdan bizani T-Rex uchun zonamiz qanaqa ko'rinishda? Menimcha chiroyli chiqdi. Ha, menimcha chiroyli chiqdi. Suv uchun joy ham qilib qo'ydim men bitta. Xo'sh, endi T-Reximizni o'zini ham topish vaqti keldi deb aytmoqchi edim. Mana o'zlari o'tiribdi ana bu yerda. Endi uni bir amallab chaqirib olishim kerak o'zimga. Xo'sh, menimcha meni ko'rdi va mana o'sha bahaybat ulkan dinozavr daraxtlarni ham buzib tashlayapti. Tezgina endi kirib olib, vaqtida chiqib olib, yopib qo'yishimiz kerak chiqishni. Xo'sh, qanaqa kela qol. Kirdi. Endi bo'ldi. Men uchib ketaman. Xayr. Va mana hozir ko'radigan bo'lsak, dinozavrimiz mana ichkarida o'tiribdilar. Menimcha yoqmayapti. Qimab qo'yganimiz menimcha ularni ichkariga kelayotgandan ko'rishimiz mumkin. Nima bo'ldi bu? Tushunarli. Demak, suyakchalarni ozgincha sindirib yoki oddiygina devorni ko'tarib qo'yishim kerak. Mayli, tezgina buni qilib qo'yishim kerak. Hozir men e'tibor berdim. Agar dinozavrlar bog'imizning ichidan aylanib yuradigan bo'lsalar, umuman dinozavrlarni ko'ra olmaysizlar. Umuman eshiklar yo'q buni ko'rish uchun. O'shaning uchun men innovatsiya qilmoqchiman. Endi biz ichkaridan devorlardan yoki eshiklardan tomosha qilib o'tirmaymiz. Yo'q, men bu yerdan ko'prik qilmoqchiman. Oddiygina mana shu bog'imizni tepasidan qurilgan bo'ladi, shishalardan. Va bundan amalga oshirish uchun bizga juda ham ko'p shisha kerak bo'ladi. Tezgina pechlarni o'rnatib olib, yig'ilgan hamma qumlarni qo'yib qo'ydim, shishaga aylanishi uchun. Va juda ham ko'p vaqtim ketgan shishali ko'priklarni qurishni boshladim. Xo'sh, e'tibor beringlar. Mana bizani bitgan shishali ko'priklar do'stlar. Bir tarafda ikkitali chiqish, bir tarafda bittali chiqish, faqat ana tarafda bittali chiqish ekan, mayli. Lekin ko'rishingiz mumkin, bitta joylarda 3 ta blokli, bitta joylarda 4 ta blokli qo'yib chiqilgan shishali ko'prik emas. Va endi ko'rishingiz mumkin, mazza qilib umuman devorlasiz, qanaqadir agar dinozavrimizni ko'rmoqchi bo'lsak, devorlasiz pastda aylanib yurishimiz shart emas, chunki tezgina mana shu ko'priklardan yuribgina ko'rib yurishimiz mumkin hammani. Menimcha ajoyib g'oya edi bu. Endi esa vaqt bezashga ham keldi. Va ko'rishingiz mumkin, dekor va miniatyura qilishni boshladim. G'or qurishni. T-Rexga qilganimizdan so'ng boshqa mana bu har bitta dinozavrlar uchun har xil dekor qilmoqchiman. Agar bilsam nima qo'yishimni albatta. Va hozir esa g'orli dinozavr oldiga borib tutmoqchiman. Dinozavrlar boqamiz uchun men bunaqa g'orli bo'lgani uchun g'orcha qurib qo'ymoqchiman, kichkina, unaqa zerikib qolmasligi uchun. Xo'sh, hozir tezgina qurib qo'yib, daraxtlarni ekib qo'yib, chiqib ketaman g'orli dinozavr oldiga. Adashmasam, men xalaqit berma. Mana shu g'orning ichida ko'rgan edim. Mana dumi chiqib turibdi. Mayli, dinozavrlarning orasida qolib ketaver. Aytmoqchi bo'larim, mana bu oldinroq boshroqda ko'ruvdim. Mana shu yerda yurishganini, hali ham mana shu yerda ekan, ajoyib. Endi pastga kavlashni boshlayman. O'sha yaqin keldi ularga. Ozgincha qoldi. Mana bu yerga sekingina qo'yib chiqsak, chiqib olishadi tezgina. Bemalol uchib ketishi mumkin. Men bitta zarbada o'ldirib qo'yishmaydigan bittaman.
bilmadim savannani o'zida ham paydo bo'lishadimi yo'qmi, lekin u bilmadim chiqqan znachamdan paydo bo'ldimi yoki o'zi bu yerdami? Tushunarli. To'g'risini aytsam, men o'zimizni bazaga borib, narsalarimni olib kelmoqchi edim. Yana feerverklarimni qarasam, u mana shu yerda o'sha turgan ekan, mayli. Baribir ham lekin men ikkita shunaqa dinozavrdan olmoqchiman. O'shaning uchun znachamni baribir ishlatishimga to'g'ri keladi. Lekin bittaga kamaygani muammoim bu albatta zo'r. Va har doimdagi uslubimizda birinchi bo'lib ichkariga olib kirib olib, uchib ketib, yana orqasidan yopib qo'yishni ishlatib, dinozavrimizni tutib oldim. Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin. Ikkala mana bu g'or dinozavrlari ham kelib oldi. G'orchamiz bor va mana o'sha dinozavrlarimiz va mana shu yana aytganimdek shishali ko'prik uslubimiz zo'r ishlayapti. Ular hatto meni ko'rishmayapti ham, jahllari chiqmayapti ham. Men ularni mazza qilib ko'rib tomosha qilyapman. Zo'r. Va vaqt esa ikkinchi dinozavrimiz, u ham savannada bo'ladigan dinozavrimizni birinchi o'rinda zonasini tozalab, savannada akatsiyaviy daraxt bo'lishi uchun uni ozgincha dekoratsiyalarni qo'shib, daraxtlarni qo'yib chiqib, dinozavrni o'ziga borishni boshladi. Joy tayyor. Ha, ajoyib chiqadigan umiddaman. Rostdan ham savannaga o'xshatishga harakat qildim. Yeridan tashqari hamma narsa o'xshatadigan umiddaman. Xo'sh, endi esa savannaga yo'l olsak ham savannaga endi yo'l olsak ham bo'ladi. U dinozavrlarni qidirish umuman muammo bo'lmadi. Birinchi qishloqimizda yurishgan ekan, ularni tez topib olib, dinozavrlar bog'igacha olib bortirib, ularni aldab, uchib ketib, tezgina orqa eshikni yopib qo'yib, yana bitta dinozavrni yopib qoldik. Mana ular dinozavrlar. Bir-birlarini ko'rib qolishmadi degan umiddaman, lekin T-Rex ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. T-Rex adashmasam ham shunaqa dinozavrlarga tashlanadi. Ha, mayli. Eng muhimi mana yana ikkita dinozavr qo'shildi. Dinozavrlar bog'imizga bu ajoyib degani. Endi esa do'stlar, boshqa qolayotgan dinozavrlarni topish uchun biz oddiygina biomlar orasidan ularni topa olmaymiz. Bizga u eski dinozavrlarning DNKlari va qazilma qoldiqlari kerak. Hozir esa birinchi o'rinda aytganimdek qazilma qoldiqlarini topishim kerak. Ular esa g'or tagida paydo bo'ladi. O'shaning uchun hozir g'orga tushib ketaman. Yer tagidan topgan toshlarni esa keyin DNKsini chiqarib olishim kerak. Ular uchun mana bu uskunalar kerak bo'ladi. Ularni ham albatta hali craft qilib olamiz. Yo'lda muzli biomga borib DNKlarini olib, botqoq biomga borib shilimshiqlarni o'ldirishni boshladi. Va undan so'ng tezgina g'orga tushib, qazilmalarni topishni boshladi. Menga kerak bo'ladigan analizator va kultivatorlarni craft qilib oldim. Va ularni analizatorga solib, kutishni boshladim DNKsi chiqishini. Va biroz kutganimdan so'ng menga hamma kerak bo'ladigan dinozavrlarning DNKlari chiqdi va undan so'ng kultivatorga solib, ularni tuxum va embrionlarni kutishni boshladim. Bir xillarda tuxum va embrionlarni olganimdan so'ng dinozavrlar bog'imizda qo'yishni boshladim. Hamma o'z zonalariga tuxumlarimizni. 2000 years later. Va xo'sh do'stlar, anchagina vaqt kutdim va hamma dinozavrlarimiz tayyor bo'lishi kerak, tuxumlardan chiq. Va ha, mana Xvochevanotavrlarimiz bu g'or dinozavrlari to'g'risi ot esimdan chiqib qoldi. Mayli, yana kim bor bu yerda, xo'sh ko'ramiz. Bu yerda esa 4 tagina kichkinagina dinozavrlar, Pachionozavrmi degan, afsuski esimdan chiqib qoldi ularning oti. Ko'prikning u tarafiga o'tsak, bizani birinchi tutib olingan Triceratorslar naq 4 ta dona. To'g'risini aytsam, bilmadim, mana bu menimcha kirishdan kirib oldi qo'yan ikkita. Ha, mana bu yerdan kirib shu yerga tushib olishgandir. Daraxtlarni sindirib, bu esa T-Reximiz daraxtlarni yotibdi. O'zi mana bu chetda yuribdi. Afsuski sen qafasdasan, mana bu chiroyli dekor suyaklar bilan. Xo'sh, bu yerda esa savanna uxlashyapti. Menimcha bu kechki payt ov qiladigan dinozavrlar bo'lsa kerak. Xo'sh, mana bizani T-Rex emas. Ha, bizani ulug' emas. Xo'sh, bu yerda bizada mamontlar vaqt borligida hali tug'ilmaganliklarda, mana bu yerda har xil narsalar osilib turar ekan orqalarida. Xo'p, vaqt borligida ularga mana bunaqa qor deb yom qilib qo'ydim. Unaqa isib ketmasliklari uchun ular. Xo'sh, bu tarafga o'tsak, O'zbekistonda adashmasam bular topilgan Ulug'bek zavrlar. Faqat ismi uchun ularni DNKlardan chiqarishni reja qilgandim va chiqarishga muvaffaqiyat bo'ldi. Bu yerda esa bizani gigantlar, bilmadim nimaga, lekin ulardan 3 ta chiqqan, eng ko'p chiqqan dinozavrlarda Brachiozavr degan va bu menimcha zona kichkinalik qilyapti ularga. Eski qurgan yo'limni belgilangan zonamizni kattalashtirsam kerak keyinchalik, agar yana bu haqida video olsam albatta. Xo'sh do'stlar, mana endi videoni tugatsak ham bo'ladi. Biz yomon emas bo'lgan dinozavrlar bog'ini qurdik va 8 ta dinozavr tuta oldik va agar bu yoqsa albatta like va podpiska qo'yishni unutmang do'stlar va men tugataman.